Yoz bo'yi hammamiz mazza qilib meva yeymiz va albatta donaklarini ham chiqindiga tashlab yuboramiz. Donaklarini terib qo'ysangiz, ertaga mana shundan daraxt o'sib chiqadi. Daraxtlar bilamizki, kislorod beradi, soya beradi, changni, tutunni, gazni yutadi, ya'ni koni foyda bizda hayotimizda bir bo'lagi. Shuning uchun hali ham kech emas. Meva yeganingizdan keyin urug'larini yig'ib qo'ying va suv bo'yiga tashlasangiz, Xudo xohlasa, sizni nomingiz bilan Allohim daraxt o'stirib chiqaradi. Shaftoli qanday yeydilarmi demaysiz? Xo'p, yoz bo'yi yiqqanman. Mana mango ham bor. Mah, tashlab, savobi Nazim nomidan endi daraxtlar o'sib chiqadi. Chaq kirgan bo'lsa ham chaq. Donaklar ham bor, olchani donaklari. Xudo xohlasa, nasib mana shu urug'larimizdan daraxtlar, mevali daraxtlar o'sib chiqib, ularning mevasidan qushlar, hayvonlar, qurt-qumursqalar bahramand bo'ladigan umid qilaman.